Menga kommentariyada odamlar nima yozishadi? Mana Shuhrat Musayev xohlaganini qiladi, xohlaganini so'kadi, xohlaganini haqorat qiladi. Uni hech kim 15 sutka ham o'tkazmaydi. Abror Muxtorali ham shunaqa. Lekin bilasizlarmi, meni pretenziyam, shaxsiy meni pretenziyam Abror Muxtoraliga yo'q, gap to'g'risi. Shuhrat Musayev meni qo'ttog'imga yetmaydi shu Shuhrat Musayev, bildinglarmi? Bilganini qiladi O'zbekistonda. Xohlaganini so'kadi O'zbekistonda. Endi YouTube'da meni ham so'kadi-ku. Lekinchi yana bir marta qaytaraman. Shuhrat Musayev qo'ttog'imga yetmaydi o'sha cho'chqadan bo'lgan o'sha. Tushunasizlarmi? Qo'ttog'imga yetmaydi. Ishonmaysizlarmi? Ishonmasanglar, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirigacha qoling. Va yana bir narsani gapirib qo'ymoqchi edim. Agar kim Shuhrat Musayevga trading kursiga pul to'lagan bo'lsa, uxladinglar o'rtoqlar, uxladinglar. Bu hamma trading laxatron. Amerikada, G'arbda ko'plari ishtonchay qolgan, yirtuv ishtonda qolgan o'sha tradingda o'ynayman deb tushunasizlar. Bu moliya bozori hammasi laxatron, firibgarlik, shuni bilinglar. Tak, yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, idaraz dushmanlar. O'zbekchilik to'g'risida gapiramiz. Eng boshdan gapirib qo'ymoqchi edim. Cho'chqa Musayev menga qarab. Sen не то что meni yoshimga borishdan basharang qanaqa bo'ladi? Meni yoshimda u umuman senga gapirmasa ham bo'ladi. Seni basharang masalan, meni yoshimga borib qolganingda seni basharang qanaqa bo'ladi? Uni gapirmasa ham bo'ladi. Bilasan nimaga? Chunki sen cho'chqa, meni yoshimga bormaysan, sen o'lib ketasan. 40 yosh to'ladi va metabolizm o'zgaradi. Sen gandonni umuman 200 kilodan oshib ketadi vesing, 100% turgan gap. Sahring ham oshib ketadi, xolesterin ham oshib ketadi. Butun anaqa leykotsit, peykotsit qoningda butun amin chiqadi seni. Bolakay, bildingmi? Seni o'sha amin chiqqan. O'tiribsan, nafas ololmayapsan, Musayev menga qara. Sen nafas ololmayapsan, xuyiplot. Gapirasan, bunaqa nafas olasan. Odam o'zida ko'rsatmaydi deydi, o'zida ko'rsatib qo'ydim. Chunki odamlar tushunsin. Sen вообще nafasing pizdet bo'g'ilganski dalbach o'sha. Hali 40 ga to'lmading sen, shinok bilan. Yana qanaqa solishamiz, qo'yishamiz, vagon bo'lib kelinglar, gandon bittasidan urishgan ko'rsat. Yana bir marta qaytara olmasan. Seni o'yinga Sardor borgan, gandon, sen topmagan chunki bekingansan sen kot, bildingmi? Sen qo'rqovchi Sardordan bekingansan. Yo'q, gangster emas, boshqasi Yujniy Koreyadan kelgan, to'g'rimi? Oldinga kot chiqmagansan sen. Birinchidan, ikkinchidan Farruxbey bormi? Taku dumaloqgina basharasi. Agar adashmasam Farruxbey bo'ladi nomi. Nosim Xolovni oldida senga vizov tashagan, davay oktagonda chiqamiz deb. Sen pidaras, seni gaping bo'yicha men 10 tasidan ham chiqaman, vagonni olib kelinglar, chiqishing majbur edi o'shanga. Chiqmading, ko'tingni, tilingni ko'tingga solding, jim bo'lding, kot, bildingmi? Sen chiboga emas, menga olib kelinglar, ham to'dalanib, vagonni olib kelinglar, bittasidan ham chiq, birga bir chiq, qo'yib pilot. Onangizki, qizingizki seni, xotiningizki sen pidarasni bittasidan ham chiq. Allohingizki, namozingizki, Muhammedingizki, bildingmi? Muhammedinni ko'tiga ski, bildingmi? Sen tvarni Allohning og'ziga ski, bildingmi? Bittasini ham chiq gandon, bittasini ham hech bo'lmasam birga bir chiq, bildingmi? Ko'rsat o'shani, videoga olib qanaqa urushasan sen. Kot, urusha olmaysan sen pituq, bildingmi? Ya onangni ski sandagi cho'chqani, cho'chqadan bo'lgan hayvonni. Ablah, sen yashamaysan, o gandon. Meni yoshimga bormaysan sen pituq, bildingmi? Meni yoshimga bormaysan sen Allohingga skay. Sen tvarni bil. Endi mayli, to'xtatamiz bu cho'chqani mavzusini o'zbekchiligiga o'tamiz. Menga qaranglar, sen gandonlar yozadigan masalan Nilufarga yozasizlar, bizani o'zbekchiligiga bu to'g'ri kelmaydi. Unga yozasizlar, bizani o'zbekchiligiga. Bu poda, qo'ylarni podasi deyiladi. O'zbekchilik qo'ylarni podasi, bilding? Senga birinchidan hech kim majbur emas seni o'zbekchilikni ushlashga, tushundingmi? Qani qonunda qayerda yozilgan? Nima deydi? Konstitutsiya, qonun ko'rsat, qayerda yozilgan o'zbekchilik deb, qayerda? Hech qayerda yo'q u narsa, qayerda? Masalan, Amerikada kelsangda qonunda yozilgan bo'lsa, amerikanchilik, yo'q Yaponiyaga kelsangda, o'ta yaponchilik, bu traditsiyalarga qo'ttog'ini qo'ydi. Yaponiyada bor, ularning o'zining ham traditsiyalari bor, lekin xohlasang ushlaysan, xohlamasang ushlamaysan. Senga bittasi g'irin demaydi Yaponiyada, tushunasizmi? Bittasi. Mayli ekan o'sha o'zbekchilik juda ham qanaqadir bilan faxrlanadigan narsa bo'lsa ekan. Orqada qolgan sasib ketgan bir urf-odatlar bo'ladi o'sha o'zbekchilik. Bir hozir o'zbekchiligi anaqa ham kirdi, onasini ski nima deydi, Makkani to'yi, umra to'y deyshadi. U ham o'zbekchilik, arab qullik, umra to'y bu arab qullik. O'sha endi o'zbekchilik bo'lib ketdi. Qanaqa gandon millatsan o'zi? Buzolman qonunni, to'g'ri. Mumkin emas bunaqa haqorat qilish. Lekin paka cho'chqa Musayev haqorat qiladi, men ham haqorat qilaman. Menga hammasi mumkin, men Yevropaning odamiman. Davay, qilagidayni qil, davay. Prokurorni olib kelib o'tga. Kim olib kelasan? Ritsarlarni olib kel, Saudiyska Arabiyadan sultonni olib kel, davay, razbor qilamiz bu yerda.
Qo'ttog'imni qo'ydim, bildingmi? Sanlarni yibanutniy sistemanga o'sha qo'ttog'imni qo'ydim, bildingmi? Men Yevropaning odamiman. Xohlagan ishimni qilaman, xohlagan gapimni gapiraman. Qiladiganing, davay. Qo'lingdan keladimi? O'shaning uchun o'zi avval birinchi bo'lib o'zingizga qaranglar. Kim chiqyapti? Kim anu Sassu cho'chqa chiqyapti? Hamma joy sasitib yubordi. Butun O'zbekistonni o'sha Shuhrat Musayev cho'chqa, hamma yo'qni sasitib yubordi o'sha gandon. Hamma yo'qni tushunasizlar, butun o'zi uyat qilardi. Unaqa pidarasni, masalan, yaxshi ham o'zbek tilini hech kim bilmaydi, tushunmaydi. Gapirayotgan gapini, qilayotgan ishini, kodni bu. Pidaras yo'q buni bu. Allohingga skay, namozingga skay, Muhammadingga skay. Meni jahlim chiqib ketsa shunaqa bo'ladi, bildinglarmi? Jahlimni chiqarmanglar. Yana bir marta qaytaraman. Qo'ttog'imni qo'ydim, sanlarni o'zbekskiy sistemaga. Men Yevropaning odamiman. Qo'lingdan keladi, davay qil naqo'y. Nima qilarding? Nima qilasan? Yevropa yot desa hammanglar yotasanlar, bildingmi? Ko'tingni och desa hammanglar ko'tinglarni ochasanlar, bildingmi? Ana yevreylar yaqinda nima qildi? Yevropa ham shu. Yevropa Izraildan ham ustun turadi, bildingmi? Amini chiqozdan Yulduz Usmonovani biladi. Butun obro'ylarni to'kib o'sha yerda. Mana butun o'zbek millatiga mamnun qildi. Yevreylar nima qildinglar? Nima? Qo'lingizdan nima keldi? Qo'ttog'im ham kelmadi. Yevropa sikayotganda sanlarni o'shanda ham qo'lingizdan qo'ttog'im ham kelmaydi, bildingmi? Yoqmadimi gapim? Bo'lsa cho'chqani, Shuhrat Musayevni og'zini bekitinglar. Birinchi bo'lib o'sha cho'chqani chiqayotgan kim u? Uni orqasida kim turibdi? Amaldormi kim? Qo'ttiga qo'ttog'im o'sha amaldorni. Meni gapim o'sha aytib qo'yinglar o'sha amaldorga, meni gapim aytib qo'yinglar. O'sha amaldor o'sha Musayevni himoya qilayotgan qo'ttiga qo'ttog'im o'sha amaldorni butun oilasiga ham qo'ttiga qo'ttog'im, bildinglarmi? Shuni bilib qo'yinglar. Va yana ushbu videoni oxirida gapirib qo'ymoqchiman. O'sha o'zbekchiliging, o'sha chirib ketgan ikkinchi Afg'onistonni o'zbekchiliging butun hech kim hurmat qilmaydi. Allaqachon o'sha o'zbekchiliging amini yedi, bo'ldi, chirib ketib. Bitta ham g'arbni mamlakatimi, даже Rossiya ham hurmat qilmaydi hech qanday o'zbekchiligini. O'zbekistondan nariga chiqdingmi bir 100 kilometr, даже qozoqlar ham hurmat qilmaydi o'sha o'zbekchiligini, bildingmi?